Bitta ochib bering. Mana bu 60-63 ochiblar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bizani davom. Mana uchini ko'raversin. Mana buni. Shuni tiqib olaman deyapti. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Mana 2025-yil bu yog'i mana 30-iyulda Farg'ona shahardamiz. Bu yoqda bizani TK60-63 navimiz bilan liliya navimiz ekilgan makkajo'xorilarimiz. Makkajo'xorilarimiz hozir ekilganiga taxminan 110 kun bo'lgan. Buni dehqonchiligini qilgan bizani Abrorjon akamiz. Abrorjon aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizmisiz? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Dehqonchiligiga Alloh baraka bersin. Alloh xayrli qilsin. Okajonim, dehqonchiligiga o'zingizni qisqacha bo'lgan ta'rifingiz makkajo'xorimiz bo'yicha 60-63 bo'yicha va liliya bo'yicha bir ta'rif bersangiz. O'zingizni. Mana eng zo'ri shu. Mana shuncha misolda mana shu yerda bir 15 ta 20 ta nav ekilgan aka. Misoldan bu Tarexda 3-4 kishi ekkan aka. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, ot bilan tuyacha farqi bor. Uni narxi $120, bittasi narxi $180 aka. Farq bunda zo'r. Farq 2 barobar. Bilmagan. Buni mana agrotexnikalari, ishlovlari bo'yicha mana hamma narsani qildingiz. Makkajo'xori mana shamolda ag'anamashlari. Yo'q. Ko'rdingiz ag'anamaydi. Nima deydi? Stressga chidamli. Chidamli. Hech qanaqa stressda ham kamomatlari yo'q. Mana so'talarni ikkitasini hozir o'zingiz uzib berdingiz. Mana 260-63 ga, ikkita liliyaniki mana. Mana hosillari. Haqiqiy shotdan uzilgan o'zini hosillari. Abror aka, bu makkalarimizni mana o'zingiz yo atrofda mana misol 5 xil 6 xil kompaniyalar bor. 5 xil 6 xil kompaniya qaysi birligini aytmaymiz. O'sha kompaniyalarni ham mana misol ekkanda sizlarga gapirishgan, mana shu sho'tti do'konlari aytgan, Tarex yer tanlaydi, boshqa qiladi deyishgan. O'zingiz guvoh bo'ldingiz, Tarex yer tanlaydimi, tanlamaydimi? Mana Tarexda nimasini aytib bering fishkasini. Tarexda shunaqa ekanki, suvini zo'r qil, dorini sol, короче, gibrid urug'ga nomrading. Har qancha solsang ham ko'taradi. Endi o'zingga bog'liq. Xola solma. O'sha baribir solmasangiz ham baribir ham bo'lar ekanda, Xudoning qudrati. Yana bitta yurib bering shu yerdan, aka. Bitta o'zingiz olib chiqib bitta 60-63 ta. Yana odamlar ko'zligiga misol. Qashata olavering. Olavering, farqi yo'q. Bitta ochib bering. Mana bu 60-63 ochiblar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bizani davom. Mana uchini ko'raversin. Mana buni. Shuni tiqib olaman deyapti. Endi inshaalloh u yoq tarafini ham bitta ko'raylik. Bu yoq tarafidagi holatini ham bitta ko'raylik. Bitta operatorimiz bilan borib turib, operatorimiz o'zlari bilan ko'rsatayim, burchak bor-ku. U aql liliya. Liliya. Inshaalloh bu yoq tarafdagi holatlari. Bu bizning ikkinchi navimiz, liliya navimiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, Ikkinchi hosilga ekilgan narsa bu. Bu ikkinchi hosilga ekilgan. Ikkinchi hosilga ekilgan. Bundan oldin nima bo'lgan bu yoqqa? Nima tushgan bu? Rediskanoniga ekilgan narsa. Rediskanoni oldiga. Taxminan nechinchi yilda tushgan shunda? Abror aka, Bundan olib kelgan aka mana. Bu aka aprelda oxirida ekilgan. Aprelda oxirida. Aprel kuni ekilgan. Mana so'talarimiz, mana pachatkamiz. Mana. Taqoling. Mana pachatkalar. Voy mashallah. Mana aka. Sifat. Mana. Ana go'zallik. Mana aka sifat. Mana operatorlarimiz bu yoq tarafga kelib, bu yoq taraflarga mana bizlarni ovatda deyishadi, boshqa narsa deyishadi. Abror aka yana bitta narsa. Men hammaga aytib qo'yaman shu narsani. Men har doim любой joydan ochganman Makkani, любой joydan ko'rsatganman. Любой odamga. Mana shuni kiberlik. Shu narsani Abror aka mana o'zlari qilyaptilar. Ichkariga jiddiy kiryaptilar. Ichkariga kirib ichkariga qoladi. Olib kelgan aka baqa. Mana ichkaridagi holat. Makkajo'xorining ichidagi holati. Qanaqa pachatka, qanaqa hosil ushlashi. Mashallah. 450 gram, 500 gramlik so'talar. Voy mashallah. Pastroqda ichkariga kirgan Farid aka. Mana olavering aka mana. Standartlashgan. Bond oling aka. Mana qarang aka. Yana nima kerak? Bundan ortiq hosil bo'lmaydi Abror aka. Yo'q. No, keyin hosil endi. Ana bo'lish. O'zbekistonda biza aytib o'tgandek Abror aka. Mana bir gapim bor.
O'zbekistonda Stilsda ham, Donda ham Tarex deyma chempion deyman. Ha, nomer ading. O'zbekistonga olib kelgan sizlarga avvalo rahmat. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlar. Ha, baba aka, har xil narsani ekib yurganmiz yiliga. Hamma narsani ko'rdik. Ko'rdik. Holatlarni ko'rdik. Inshaalloh bu ko'zni quvontirar ekan. Ha. Mana pachatga. Mana qarqada. Mana, Mashalloh. Liniyamiz. Yurgan sari ko'z quvni. Ko'rgan sari ko'z quvni. Voy. Ana pachatga. Ana hosil. Voy mashalloh. Mana eng kichkinasi mana. Kichkinasini ham olaylik. Mana eng kichkinasi. Eng kichkina pachatkamiz. Eng kichkina pachatka. Abror aka, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Alloh xayrli qilsin, barakotli qilsin. Inshaalloh kelgusi yillarga yana bizlarning navlarni yana yangi inshaalloh seleksiyalar kelyapti. O'shalardan ham beraman Abror aka. Xudo xolasa yaxshi natijalarni olasiz. Inshaalloh. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Abror aka, dehqonchiligingizga Alloh baraka bersin. Qo'llaringga Alloh xayrli qilsin. qilsin. Tarex chempion. Nomer ading. Rahmat. Ha. Penal yurmanglar. Tarex, oddiy Tarex.